Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. Pensiya oshdimi? Gaz uchun yangi tariflar qanday hisoblanadi? Endi uyimizga keladigan yangi hisob kitoblarda nimalarga e'tibor berish kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki bir tomonda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam kabi daromadlar bor. Ikkinchi tomonda esa gaz, elektr, suv, oziq-ovqat va dorilar kabi majburiy xarajatlar turibdi. Agar hisobni bilmasak, ortiqcha to'lov qilib qo'yishimiz, qarzdor bo'lib qolishimiz yoki o'zimizga tegishli imtiyozdan foydalana olmasligimiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Gaz bo'yicha yangi tariflar nimani anglatadi? Hisoblash bo'lsa qanday hisoblanadi? Hisoblash bo'lmasa qanday bo'ladi? Pensionerlar uchun qanday jihatlar muhim? Kim xavotir olish kerak? Kim esa vaziyatni to'g'ri hisoblab xotirjam bo'lishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha kam odam adashadi. Avval qanday edi? Ko'pchilik gaz uchun to'lovni odat bo'yicha amalga oshirardi. Ya'ni oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichiga qariladi. Mahalla yoki gaz ta'minoti bo'limidan kelgan xabarga qariladi. Keyin to'lov qilinadi. Ko'p xonadonlarda odamlar aniq hisobni o'zlari tekshirmasdi. Qancha chiqsa shuncha to'laymiz degan yondashuv keng tarqalgan edi. Ayniqsa yoshi katta insonlar, pensionerlar, yolg'iz yashovchilar uchun bu juda noqulay. Ular mobil ilova ishlatmasligi mumkin. Hisob kitobni tekshirishga qiynalishi mumkin. Ba'zan esa tarif o'zgarganini kech bilib qoladi. Endi nima o'zgardi? Eng asosiy o'zgarish shundaki, gaz uchun hisob kitoblar yanada qat'iy tartibda iste'mol hajmiga qarab ko'proq e'tibor bilan yuritilmoqda. Ya'ni oddiy qilib aytsam, endi bir oyda qancha gaz ishlatganingiz, qaysi tarif oralig'iga tushganingiz, hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bergan-bermaganingiz, qarzingiz bor yo'qligi, imtiyoz yoki kompensatsiya olish huquqingiz mavjudligi juda muhim bo'lib qoldi. Bu faqat narx oshdi yoki oshmadi degan oddiy gap emas. Bu uy byudjetini boshqarish masalasi. Pensionerlar uchun esa masala yanada sezgir. Chunki pensiya miqdori oshgan taqdirda ham kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon, transport xarajatlari ham o'zgaradi. Demak, faqat pensiya oshdi degan xabarni eshitib xursand bo'lish yetarli emas. Men ekspert sifatida har doim shuni aytaman. Daromad oshganini ham, xarajat oshganini ham bir varaqda yonma-yon yozib ko'rish kerak. Shunda haqiqiy holat ko'rinadi. Pensiya masalasida eng birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, pensiya oshishi odatda rasmiy qaror, farmon yoki tegishli organlar e'lon qilgan ma'lumot asosida amalga oshadi. Shuning uchun har bir xabarni televizordagi mish-mish, qo'shnining gapi yoki falon joyda aytishdi degan gap bilan emas, rasmiy manba bilan tekshirish kerak. Pensiya jamg'armasi, mahalliy hokimliklar, ijtimoiy himoya organlari, bank ilovalari va rasmiy xabarlar bunga asos bo'ladi. Agar pensiya oshgan bo'lsa, u hammaga bir xil summa bo'lib qo'shilmasligi mumkin. Ba'zi holatda foiz bo'yicha oshadi, ba'zi holatda eng kam pensiya yoki bazaviy miqdor o'zgaradi. Ba'zi toifadagi fuqarolarga alohida to'lovlar yoki kompensatsiyalar berilishi mumkin. Masalan, bir pensioner 900 ming so'm olsa, boshqasi 1 million 600 ming so'm oladi. Agar oshirish foizda bo'lsa, ularning qo'liga qo'shiladigan pul ham bir xil bo'lmaydi. Biri 1 ming so'm atrofida ko'proq olsa, boshqasi 1 ming so'm atrofida ko'proq olishi mumkin. Shuning uchun hammaning pensiyasi falon so'mga oshdi degan gap ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. Yana bir muhim jihat, pensiya oshgani darhol hamma to'lovga bir vaqtda tushmasligi mumkin. Bank kartasiga pensiya tushadigan kun, pochta orqali yetkaziladigan kun, hujjatdagi qayta hisoblash sanasi farq qilishi mumkin. Ba'zan odam menga oshmagan ekan deb xavotir qiladi, lekin aslida qayta hisoblash keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Shu sababli darrov vahima qilish kerak emas, lekin tekshirish kerak. Tekshirish uchun pensioner o'z pensiya varaqasini, bankdan kelgan SMS'ni, ilovadagi kirim tarixini va pensiya bo'limidagi ma'lumotni solishtirish kerak. Endi gazga o'tamiz. Gaz uchun yangi tarif deganda ko'pchilik faqat bitta raqamni tushunadi. Masalan, bir kub gaz falon so'm bo'ldi deb. Lekin amalda bundan murakkabroq holatlar bor. Eng birinchi savol: sizda hisoblagich bormi yoki yo'qmi? Ikkinchi savol: hisoblagich ishlayaptimi? Plombasi joyidami? Ko'rsatkichlar to'g'ri olinayaptimi? Uchinchi savol: siz oy davomida gazni qancha ishlatyapsiz? To'rtinchi savol: isish mavsumidami yoki yozgi mavsumdami? Beshinchi savol: uyda nechta odam yashaydi?
Gaz faqat ovqat pishirish uchun yoki isitish uchun ham ishlatiladimi? Agar xonadonda hisoblagich bo'lsa, eng to'g'ri yo'l shu. Oy boshidagi ko'rsatkich va oy oxiridagi ko'rsatkich farq olinadi. Masalan, oyning boshida hisoblagich ingibin darsi 100 kubni ko'rsatdi, oy oxirida ingibin behi 20 kub bo'ldi. Farq 20 kub. Demak, siz shu oyda 20 kub gaz ishlatgansiz. Endi shu 20 kub amaldagi tarif bo'yicha hisoblanadi. Agar tarif pog'onali bo'lsa, ya'ni ma'lum limitgacha bir narx, undan oshgan qismga boshqa narx qo'llansa, unda hisob yanada diqqat bilan tekshiriladi. Masalan, shartli misol sifatida aytaylik, 100 kubgacha arzonroq, 100 kubdan oshgani qimmatroq bo'lishi mumkin. Bunday holatda bir 20 kubning hammasi bir xil narxda hisoblanmaydi. 100 kub alohida, qolgan 20 kub alohida hisoblanadi. Agar hisoblagich bo'lmasa, ko'pincha norma bo'yicha hisoblanadi. Bu esa ayrim oylar uchun foydali, ayrim oylar uchun zararli bo'lishi mumkin. Masalan, uyda 2 kishi yashaydi, gazni juda kam ishlatadi. Faqat choy qaynatadi va ovqat pishiradi. Hisoblagich bo'lsa, ular kam to'laydi. Lekin hisoblagich bo'lmasa, belgilangan norma bo'yicha ko'proq chiqishi mumkin. Aksincha, katta uy ko'p foydalanish, isitish ham gazda bo'lsa, hisoblagich real iste'molni ko'rsatadi va odam o'z sarfini nazorat qila oladi. Shuning uchun men doim aytaman, hisoblagich bu faqat qurilma emas, bu oilaviy byudjetni himoya qiladigan nazorat vositasi. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ular ko'pincha uyda ko'proq vaqt o'tkazadi, qishda isitishdan ko'proq foydalanadi. Ayrim hollarda eski gaz plitasi yoki eski isitish uskunasi ishlatadi. Eski uskuna gazni ko'proq sarflashi mumkin. Masalan, yangi sozlangan gaz plitasi ovqatni tez pishiradi, alankasi to'g'ri yonadi. Eski plitada esa alanga sarg'ayib yonadi, issiqlik kam beradi, gaz ko'proq ketadi. Bu xavfsizlik uchun ham, pul uchun ham muhim. Ikkinchi navbatda katta hovlida yashaydigan oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Hovli uyda qishda gaz sarfi ko'p bo'ladi. Uy yaxshi izolyatsiya qilinmagan bo'lsa, deraza va eshiklardan sovuq kirsa, ichki qozoni doimiy tez aylanadi. Odam esa men gazni ko'p ishlatmadim-ku deb o'ylaydi. Aslida gaz davorni, tomni, derazani, sovuq kirayotgan joylarni isitishga ketadi. Masalan, bir oila qishda oyga 2500 kub gaz ishlatsa, boshqa oila xuddi shunday uyda 500 kub ishlatishi mumkin. Farq faqat odam sonida emas, uyning issiqlikni ushlab qolishida ham. Uchinchi navbatda qarzi bor abonentlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki yangi hisob-kitob kelganda eski qarz, joriy oy to'lovi, penya yoki boshqa qo'shimcha yozuvlar birga ko'rinishi mumkin. Odam yangi tarif sabab juda katta summa chiqdi deb o'ylaydi. Lekin aslida uning ichida oldingi oylardan qolgan qarz ham bo'ladi. Shuning uchun kvitansiyani yoki ilovadagi ma'lumotni alohida bo'lib ko'ring. Oldingi qarz qancha? Joriy hisob qancha? To'langan summa qancha? Qoldiq qancha? Agar sizda hisoblagich soz ko'rsatkichlarni vaqtida yuborasiz, qarzingiz yo'q, oyma-oy qancha gaz sarflashingizni bilasiz, demak vaziyatni boshqarish osonroq. Siz uchun asosiy vazifa yangi tarifni bilish va oylik sarfini kuzatish. Masalan, yozda siz 20 kub ishlatsangiz, qishda bir xil kub ishlatsangiz, bu tabiiy farq. Lekin birdan yoz oyida 20 kub o'rniga 9 kub chiqsa, bu yerda savol tug'iladi. Hisoblagich noto'g'ri ko'rsatmayaptimi? Qayerdadir sizib chiqish yo'qmi? Ko'rsatkich noto'g'ri kiritilmadimi? Agar oilada daromad barqaror bo'lsa, gaz faqat ovqat pishirish uchun ishlatilsa, uy kichik bo'lsa, yangi tarif ta'sir nisbatan kamroq sezilishi mumkin. Lekin baribir hisobni tekshirish shart. Chunki eng ko'p xatolar ko'pincha kichik summalarda boshlanadi. Bugun 10 ming so'm noto'g'ri yoziladi. Keyingi oy 25 ming bo'ladi. Keyin qarz sifatida yig'ilib qoladi. Oxirida odam qachon bunchalik bo'ldi deb hayron qoladi. Birinchi misol, yolg'iz pensioner opa shahardagi 2 xonali kvartirada yashaydi. Gaz faqat ovqat pishirish uchun ishlatiladi. Isitish markaziy. Opa oyga taxminan 12 kub gaz sarflaydi. Agar tarif o'zgarsa ham umumiy to'lov juda katta sakrash qilmasligi kerak. Agar bunday xonadonda birdan 900 yoki 500 kub yozilsa, bu juda jiddiy signal. Opa darhol hisoblagich ko'rsatkichini suratga olishi, oldingi oy kvitansiyasini topishi, gaz idorasiga murojaat qilishi kerak. Chunki buni to'g'ri ko'rsatkich kiritilishi yoki texnik xato bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 4 kishilik oila hovlida yashaydi. Qishda isitish gazda, issiq suv ham gaz orqali, ovqat ham gazda. Bunday oilada qish oyida 30-600 kub sarf bo'lishi ehtimoli bor. Agar yangi tarif pog'onali bo'lsa, limitdan oshgan qism qimmatroq hisoblanishi mumkin.
Demak, bu oila uy haroratini haddan tashqari baland qilib qo'ysa, derazalar yomon yopilsa, eshik ostidan sovuq kirsa, har bir ortiqcha ko'p pulga aylanadi. Masalan, xona haroratini 24-25 darajada ushlab turish o'rniga 20-22 daraja atrofida ushlab, deraza va eshiklarni zixlab qo'yish oy oxirida sezilarli farq beradi. Men bu yerda odamni sovuqda o'tiring demayapman. Men oqilona sarf haqida gapiryapman. 3-misol, uyda hisoblagich bor, lekin ko'rsatkich 3 oy davomida yuborilmagan. Keyin tizim o'rtacha yoki taxminiy hisob yozgan bo'lishi mumkin. 4-oyda haqiqiy ko'rsatkich kiritilganda oldingi farq birdan hisobga tushadi. Odam shu oyda juda ko'p chiqdi deb o'ylaydi. Aslida bu bir oy emas, bir necha oy yig'indisi bo'lishi mumkin. Shuning uchun har oy bir sanada, masalan, oyning 25 yoki 30 kunida hisoblagich rasmini olib qo'yish juda foydali. Bu oddiy odat, lekin ko'p tortishuvning oldini oladi. 4-misol, pensioner otaxonning pensiyasi oshdi, lekin u gaz bo'yicha qarzdor. U pensiyam oshdi, endi yengil bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo kelgan pulning bir qismi doriga, bir qismi oziq-ovqatga, bir qismi kommunal to'lovga ketadi. Agar qarz vaqtida tartibga solinmasa, keyingi oy yana bosim bo'ladi. Bunday holatda otaxon gaz idorasiga borib, qarzni aniqlashtirishi, imkon bo'lsa bo'lib to'lash tartibini so'rashi, ijtimoiy yordamga huquqi bor yo'qligini mahalla orqali tekshirish kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchisi, imtiyoz va kompensatsiya masalasi. Har bir pensioner avtomatik ravishda gaz uchun imtiyoz oladi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Ayrim yordamlar muayyan toifalarga, kam ta'minlangan oilalarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, yolg'iz keksalarga yoki ijtimoiy reyestr orqali aniqlangan fuqarolarga berilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman. Demak, menga albatta chegirma bor deb kutib o'tirmaslik kerak. Mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmatlarga murojaat qilib, o'z holatingiz bo'yicha aniq javob oling. Ikkinchisi, ro'yxatda turadigan odamlar soni. Ba'zi hisob-kitoblarda xonadonda ro'yxatda turganlar soni muhim bo'lishi mumkin, ayniqsa hisoblagich bo'lmagan joylarda. Masalan, amalda uyda 2 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi turibdi. Yoki aksincha, ko'p odam yashaydi, lekin hujjatda boshqacha ko'rsatilgan. Bu keyinchalik hisob-kitobda tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Shuning uchun kommunal hisoblar bo'yicha shaxsiy kabinetdagi ma'lumotlar va uy hujjatlarini moslashtirib qo'yish kerak. 3-chisi, hisoblagichning texnik holati. Hisoblagich plombasi buzilgan bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa, noto'g'ri joylashtirilgan bo'lsa, tekshiruvda muammo chiqishi mumkin. Ba'zi odamlar buni mayda narsa deb o'ylaydi. Aslida bu katta moliyaviy oqibatga olib kelishi mumkin. Agar plomba buzilgan bo'lsa, gaz tashkiloti qayta hisob-kitob qilishi, jarima yoki qo'shimcha talablar qo'yishi mumkin. Shuning uchun hisoblagichga hech kimni ruxsatsiz tegizmaslik kerak. Usta chaqirsangiz ham rasmiy tartibda chaqiring, hujjatini saqlang. 4-chisi, gaz sizib chiqishi. Bu faqat pul masalasi emas, hayot xavfsizligi masalasi. Agar uyda gaz hidi sezilsa, hisoblagich odatdagidan tez aylansa, alanga rangi o'zgarsa, bosh og'rishi yoki holsizlik bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Derazani oching, elektr tugmalarini yoqmang, ochiq olovdan foydalanmang, avariya xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Gaz tejamkorligi haqida gapirar ekanmiz, xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. 5-chisi, to'lov sanasi. Ayrim odamlar to'lovni kechiktiradi. Keyin 2 oy birga tushganda katta summa bo'lib ko'rinadi. Ayniqsa pensiya kartaga oyning ma'lum kunida tushsa, kommunal to'lovni ham shu davrga moslab rejalashtirish kerak. Masalan, pensiya tushgan kuni hamma pulni bozorga va doriga sarflab yubormasdan, avval majburiy to'lovlar uchun alohida summa ajratib qo'yish kerak. Uy byudjetida birinchi qator gaz, elektr, suv, chiqindi, dori, oziq-ovqat. Shundan keyin boshqa xarajatlar. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik gaz kvitansiyalarni yoki mobil ilovadagi to'lov tarixini oching. Har oy qancha kub sarflanganini yozing. Masalan, sentyabr 25 kub, oktyabr 60 kub, noyabr 29 kub. Shunda sizda odatdagi sarf ko'rinadi. Agar keyingi oy 400 kub chiqsa, darhol sababini izlash mumkin bo'ladi. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Suratga sana ko'rinadigan qilib saqlab qo'ying yoki telefon galereyasida qoldiring. Har oy bir xil kunda suratga olishni odat qiling. Bu sizning dalilingiz bo'ladi. Agar tizimda boshqa raqam chiqsa, mana shu sanada hisoblagich shuni ko'rsatgan deb ko'rsata olasiz. 3-qadam, rasmiy tarifni aniqlang. Buni qo'shnidan emas, rasmiy manbadan biling.
gaz ta'minoti korxonasining hududiy bo'limi rasmiy sayt JAL markaz mobil ilova yoki kommunal xizmatlar bo'yicha yagona tizimdan tekshiring. Agar tarif pog'onali bo'lsa, limit qayergacha, undan keyin qanday narx qo'llanishini albatta so'rang. Bir kub qancha degan savolning o'zi yetarli emas. Qaysi hajmgacha qancha, oshsa qancha deb so'rash kerak. 4-qadam. Agar pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner bo'lsa, ijtimoiy yordamga huquq bor yo'qligini tekshiring. Buning uchun mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Odatda sizdan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, kommunal to'lov kvitansiyalari so'ralishi mumkin. Hududingizga qarab hujjatlar farq qiladi. Shuning uchun oldindan telefon qilib aniqlab olish yaxshi. 5-qadam. Agar hisobda xato ko'rsangiz, og'zaki tortishib yurmasdan yozma murojaat qiling. Murojaatda ism, familiyangiz, manzilingiz, abona raqamingiz, hisoblagich raqami, oxirgi ko'rsatkich, qaysi oy bo'yicha e'tirozingiz borligi aniq yozilsin. Masalan, 2025 yil yanvar oyi uchun hisob-kitobda 320 kub ko'rsatilgan, lekin mening hisoblagichim 25 yanvar kuni falon ko'rsatkichda bo'lgan. Ilovada surat mavjud, qayta tekshirishingizni so'rayman deb yozish kerak. Hissiyot bilan emas, raqam bilan gapiring. Raqam bor joyda sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. 6-qadam. Uydagi gaz sarfini kamaytirish choralarini ko'ring. Deraza va eshik tirqishlarini yopish, qozon yoki isitish uskunasini sozlatish, plita alangasini tekshirtirish, keraksiz paytda gazni yoqib qo'ymaslik, choynak yoki qozonni mos olovda ishlatish oddiy ko'rinsa ham oy oxirida natija beradi. Masalan, katta olovda kichik idishni qizdirish gazni behuda sarflaydi. Qozon qopqog'ini yopib ovqat pishirish esa vaqtni ham, gazni ham tejaydi. Bular mayda odatlar, lekin pensioner oilasi uchun 20-30 ming so'm ham muhim pul. 7-qadam. Oilada bitta odamni kommunal hisoblar uchun mas'ul qiling. Agar uyda yoshi katta ota-ona bo'lsa, farzandlar oyiga bir marta ularning gaz, elektr, suv hisoblarini tekshirib bersin. Bu mehrning amaliy ko'rinishi. Ko'p pensionerlar bolalariga aytishga uyaladi, o'zim hal qilaman deydi. Lekin tizimdagi xato yoki qarzni vaqtida ko'rmasa, keyin muammo kattalashadi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining kommunal hisoblarini tekshirishni oddiy odatga aylantirish kerak. Eng katta xato hamma shunday to'layapti, men ham to'layveraman deb tekshirmaslik. Har bir xonadonning sarfi boshqa. Sizning uyingiz, hisoblagichingiz, qarzingiz, imtiyozingiz, yashovchilar soni boshqa. Shuning uchun qo'shnining hisobi sizga mezon bo'la olmaydi. 2-xato. Norasmiy odamga pul berish. Men gaz idorasidanman, qarzingizni kamaytirib beraman. Hisoblagichni shunday qilib to'g'rilab qo'yaman. Jarima chiqmasligi uchun menga bering degan gaplarga ishonmang. Har qanday to'lov faqat rasmiy kassaga, bank orqali, ilova orqali yoki kvitansiya bilan qilinishi kerak. Qo'lingizda hujjat bo'lmagan pul ertaga isbot bo'lmaydi. 3-xato, hisoblagich ko'rsatkichini taxminan aytish. O'xshash raqam edi. Taxminan shuncha deb yuborilgan ko'rsatkich keyin sizning hisobingizga ta'sir qiladi. Hisoblagichdagi raqamni aniq ko'ring. Kerak bo'lsa ko'zoynak taqing, farzandingizdan yordam so'rang, suratga oling. 4-xato, pensiya oshganini faqat umumiy gap bilan qabul qilish. Har bir pensioner o'z kartasiga tushgan summani oldingi oy bilan solishtirsin. Agar farq bo'lsa, nima hisobiga farq qilganini bilsin. Agar farq bo'lmasa, rasmiy tushuntirish so'rasin. Ba'zan oshirish sanasi boshqa bo'ladi. Ba'zan qayta hisob keyin qo'shiladi. Ba'zan esa hujjatda muammo bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuda asosiy fikr shuki, pensiya oshishi va gaz tariflari o'zgarishi alohida emas, bir oilaning umumiy byudjeti ichida ko'rilishi kerak. Daromad qancha oshdi? Gaz to'lovi qancha o'zgardi? Qishda sarf qancha bo'ladi? Qarz bormi? Imtiyoz bormi? Hisoblagich to'g'rimi? Mana shu savollarga javob bo'lsa, odam vaziyatni nazorat qiladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling, oxirgi kvitansiyani tekshiring, rasmiy tarifni aniqlang. Pensioner bo'lsangiz ijtimoiy yordam masalasini so'rang. Xato ko'rsangiz yozma murojaat qiling. Bu ishlar ko'p vaqt olmaydi, lekin ortiqcha to'lov, tushunmovchilik va qarzdorlikdan saqlaydi. Sizning hududingizda gaz hisobi qanday chiqyapti? Pensiya bo'yicha o'zgarish sezildimi? Kvitansiyada tushunarsiz summa ko'rdingizmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bugungi ma'lumot har bir xonadon, ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda muhim.